Bu tuya birodarlar, haqiqatan Allohning mo'jizasi edi. Va buni hech kim inkor qila olmasdan, nimaga inkor qila olmasdi? Chunki ana shu qavm aytgandek tuya chiqdi. Va shu tuya qavm bilan birgalikda yashaydi. Tuyani suv ichadigan navbat kuni kelganida, xuddi oldindan o'rgatib qo'ygandek tog'dan pastga to'ppa-to'g'ri quduq oldiga tushib keladida, shunday boshini quduqqa tiqib turib, chiqarmasdan bir kun to'xtovsiz suv ichadi. Ana u ichayotgan suv esa xuddi qornida yo'q bo'lib ketayotgandek bo'ladi. Oradan bir oy vaqt o'tar o'tmas, qornidagi homilasi ham dunyoga keladida va endi bular bir emas, ikkita bo'lib suv ichgani kelishadi. Yonidagi bo'talog'i ham xuddi onasi kabi boshini shundoq quduqqa tiqadida, bir kun boshini ko'tarmasdan turib suv ichadi. Endi birodarlar, Allohning buyukligini qarang. Ona va bola qavmga tegishli bo'lgan quduqdan bir kun suv ichadi. Bular suv ichar ekan, qavmdagilar bularni sog'ib tuyani sutini ichadi. Tuyadan sog'ilgan sut birodarlar o'sha yerda yashayotgan butun qavmga yetadi. Bu mo'jizani ko'rgan va u bilan birga yashagan judayam ko'plab insonlarning qalbiga iymon nuri kirib, Solih alayhissalomga ergashadi.